Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlarimiz, qadrlaganlarimiz, bugun bitta narsadan gapirmoqchiman. Mana kichkina stakonga qahva deydi, arabcha. Qahva arabiya deydi. Shu qahva mazzasi shakari yo'q, lekin organ qo'sangiz juda ham foydali. İçsangiz sahrlarni tushiradi, davrlarni tushiradi, foydasi hazm qiladi, ovqatni, oshqozonga yaxshi, juda ham zo'r. Bu qahvani ichsangiz hamma narsaga foydasi bor. Charchoqni ketkazadi. Bu charchoqni ketkazadi, charchoq kelib bittasi turib ish qilgisi kelmasa, shuni ichsa judayam yaxshi narsa, foydali narsa. Shuning uchun bu arabcha qahvani ko'p odam tahrakan nima deydi, organ qolsa shundan boshqa bu narsani shirinligini ham yeyiladi. Mana xurmo ham qaysi shirinlik bo'lsa, o'sha shirinlikni ham qilib yesangiz, organ qolsangiz judayam yaxshi narsa bu. Mana shirinlikni ham olib şu qahvani yeysiz, içasiz, shuni shirinlikni yeb, bitta qahvadan içsangiz, organ qolsangiz shundan boshqani ichmaysiz. Juda ham zo'r, yaxshi.